Farg'ona bo'yicha eng katta gilam do'koni narxlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi manzilini tushuntirib beraman. Manzili Farg'ona shahri Kassavoy, ya'ni Polvon Shashli tomondan kelganlarida Hammabop choyxonasi o'tganlarida shundoqqina o'ng tomonda joylashgan. Bu tomon tantanani chorrahasidan kelish, hozir ichkarida to'liq hamma metrajli gilam deysizlarmi, tayyor gilam deysizlarmi, narxlar bilan to'liq ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa gilam olaman deb yurgan tanishlarimizga manfaatli bo'ladi. Abduhamid aka, hormaylar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Alaykum. Ikkita video olamiz. Aka gilamlar narxi bilan to'liq tushuntirib bersiz. Xush kelibsiz. Zeondan 4.5 padlonimiz mana. Aha. Peru kачествоda kvadrat metri 128 mingdan. High-tech model. Bitta hisoblab beraman. Qalin yaxshi sifatlisidan bo'ladi. Betonga sovorsa ham bo'laveradigan. 4.5 atrofda 3 million, 3,5 million baho aytishadi. Bizda hali baho aytilmaydi, bilasiz. Korxona narxi 2 million 560 ming. Ha, 2 million 560 ming. 4.5 katta razmer. Misol 3.5 bor, 4.5 bor, hamma razmeri chiqaveradi. Undan tashqari mana moviy gulli modeli bor. Kimgadir misol uchun to'qroq narsa kerakdir mana. Ko'zga ham tashlanib turgan chiroyli gilam mana shu ham. Ko'k bo'lib hali qora narsa basda. Gullarni ham svet odamga yoqadigan narsa. Buni aka 3.5 razmeri bo'lsa necha pulga tushadi? Hop. Iblari ham qaranglar, mayin ishlangan ekan. 1 million 900 ming chiqadi. 1 million 900 ming. 1 million 900 ming. 1 million 900 ming so'mga 3.5 shunaqangi eng xuddi shu modelda misol bu high-tech bo'lsa, bu ko'k bo'lsa, mana seriya modelda. Ha, Peru bu ham. Misol uchun любой gilomni har xil rasvetka, har xil modeli, har xil razmeri bor mana. Men ko'rsatib berasiz. 1 ga 1.5 dan boshlab, misol mana bu gilomni 5 ga 9 gacha bor. Kecha kuni bitta klientimizga 370 ga 9 hisob berdik. Ha, hamma razmeri bor demak. 370 ham bo'ladi. Metrajnida bas. Gatovida ham xuddi shuni 3 ta guli bo'ladi o'rtasida. 370 ga 9 hisob berdik. Qaranglar, razmerlaring nostandart bo'lsa ham bemalol o'ylamay Farg'izov filiallariga murojaat qilsalaring, ishlarni chiroyli qilib bitkazib berishar ekan. Bu ham Samarqand 8 zavodning gilomi. Hozirlar ko'rsatgan gilamlar. Avvalgi gilamlari ham bor mana. Hozir siz ko'rsatganlar qalin gilamlar, hali arzonchi gilamlar ham bor. Yo'q. Qarang. Xuddi shu mana Peru kачествоni Avanis 2 ga 3 razmer. Ha, gullari ham hozir chiroyli hisoblab beraman. Hop. Do'kon kengligini qarang. Birinchi qavat podval qismi bor, ikkinchi qavat, uchinchi qavatlar bor. 768 ming chiqyapti mana. Ha, shu gilam 768 ming. Uylaring razmeri katta bo'lsa ham, parket bo'lsa, atrofini ochib solib qo'ysangiz, popiylar bilan nihoyatda chiroyli turadi. Instagramimizga ham o'tib obuna bo'lib qolsangiz, solingan holatlarni kunda qo'yib boramiz. Kavralinni ham bitta ko'ramiz. Endi arzonchi gilamni ham bitta ko'rsating, narx hozir hammasi qimmat bo'lyapti degan fikr bo'lmasin. Arzonchi bo'lsa, arzoni ham emas. Xo'p. Mana bu yerda bor edi. Gilam ko'pligidan razmerlar topish ham qiyin bo'ladi. Mana bitta yoyib beraman. Ha, buni ham guli chiroyli ekan. Samarqand sagniki bu. Viktoriyaga aytishamiz. Xo'p, bu 87 mingdan chiqadi 1 kvadrati. Xo'p. 3 ga 4.5 razmer. 1 million 170 ming. Ha, 1 million 170 ming so'm. Endi bu materialga solishtirmaysizlar, keyin bu material ham bor. Bu undan arzon variant aka, bu ham Samarqand 8 zavod ishlab chiqarilgan. Endi bu eng arzoni. Kvadrat metri 45 mingdan chiqadi, yuvganda razmeri o'zgarib qoladi. Bunaqa narsani tavsiya qilmaymiz. Chunki o'shancha nari qalinlarni ko'rsatyapsiz. Buni ham 3 ga 4 razmerni hisoblab bering endi, necha pul bo'lishini. 540 ming so'm yo'lishi. Ha, shu gilamni 3 ga 4 540. Uni ham har qaysi setkalari bor. Uni ham katta razmerlari bor. 5 ga 5.5. Xolos siz metrajlikdan 5 ga 20 qilib kesib bera olamiz. Bo'ldi. Endi hozir tayyor gilamlarni ko'ryapsizlar. Hozir hammasi bitta narxni aytadigan bo'lsa, video uzoq bo'lib ketadi. Hozir endi metrajli gilamlarni ko'rsatib, narxi bilan sizlarga tushuntirib beramiz. Ya'ni 80 santimetrlikdan boshlab endi 4 metr, 5 metrligacha bo'lgan har xil rasetkadagi metrajli gilamlarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa Farg'iz sizlarga doimo ishonchli mahsulotlarni tavsiya qilib keladi. Do'konni qaranglar, shunaqangi chiroyli do'kondan, shunaqangi muzday sharoit, issiq havo bo'sharani do'kon ichi muzday. Bemalol keldi, eng keng assortimentdagi gilamlarni adolatli korxona narxida qilsalar ham bo'ladi. Shunaqangi kartinkalar zarur bo'lsa ham, xudo xolasa tashrif buyursalar, har xil variantlari bor. Bu mana do'konga tushishimiz bilan Ziyon nima? Daroshkalar. Kavralinlarimiz daroshkada. Misol uchun endi 80 dan boshlab 2,5 metrgacha bo'ladi. Ha, bu tomon daroshkalar. Bu tarafdan ko'ramiz. Hozir ko'rsatgan gilamimni kavralin. Ha, daroshka varianti. Bir-biriga moslasa bo'ladi, kavralin komplekt qilib. Buni ham katta razmerlargacha bor. Buni ham 5 metrlisi bor, eng kattasi. Xohlasa poliesterda mana. Ochiqroqsi. Kvadrat metri 101 mingdan. Qaranglar, hozir chiroyli ishlangan. Undan tashqari endi qalinlari ham bor. Misol uchun mo'min narsa xohlaganlarga hozir moda bo'lyapti, trendda juda ko'p sotilyapti, spannilar. Aha, buni kvadrat metri 176 ming. Ha, buni 176 ming. Buni endi 7 xil, 8 xili bor. Bar spanniya kelsa bir 10 kvadrat ketadi, bir 1 million 702 ming atrofida bo'ladi. 1 millionga ham bormaydigan holatlar bo'lyapti. Aha. Undan tashqari mana yangi gilamlarimiz kelgan. Hali ochganimiz yo'q. Mana, o'ta ham yangi modellar keldi.
2026-yilda Endi oxirgi 4 metrli. O'zimiz ham hali ko'rganimiz yo'q kerak bo'lsa. O'zimizga ham yangilik. Aynan sizlarga kelsalar ochib ko'rsatiladi, ochib berganlarning iloji ochib ko'rsatib berishadi. Endi daroshkamiz ikki qismdan iborat. Bu tarafda ham bor. Mana, haligina 4 ga 5 gilamini ko'rsatdim. Xuddi o'sha gilamni Daroshka bor. komplekt o'zini daroshkasi. Misol kimdir zalga solyapti-da, koridori ko'rinmayapti, koridorimga o'zinikidan solib berdi. Buni ham endi 80 komplekt olmoqchi bo'lsa. 2,5 metrgacha bo'ladi komplekt. Bu tomonda yana har xil tarafdan taraflar bor bor ekan. Kirchimon narsa xohlaganlarga to'qidan bor mana. Eng qalini bu ham bomba narsa, kvadrat 170 ming chiqadi. Buni endi betonga, yerni ustiga solsa ham bo'laveradi. O'ta ham qalin narsa, zich Eng bo'ladi. sifatlisidan ekan unda qolsa. Bu tarafda endi kavraliklar ko'ramiz. Keyin mana laxtaylar qolyapti, bu laxtaylar korxonadan ham arzon Misol qarang, yo'qmi mana. 1,5 ga 370, 1,5 ga 390, 1,5 ga 345 chiqyapti. Mashina o'zini kvadratiga hisoblanadi. O'zini narxidan 5% o'tib beriladi. O'zi korxona narxida undan ham o'tib beriladi. Nimaga? Bu narsa bizni pulimizni bo'shatadi, klient ishi bitib qoladi, klient bizdan rozi bo'ladi. Biz duo qilib qo'ysa bo'ldi. Hozirgi sanash shunaqa chegirmalarni ham berishadi. O'zi bu yerda korxona sotiladi. Ya'ni hech kim ustiga foyda qo'ymaydi. Korxona adolatli narx bozorda boshqa raqobatchilarni o'rgangan holatda eng sifatli narx. Mana Ziyoda misol uchun bizning kachistamiz 172 mingni mashina laxtaga qo'ygan bo'lsa, xonakda. Mana u narxidan ham o'tib beriladi. Ha, yana o'tib O'zi beriladi. bundan o'tib berish mumkin emas bizda. Korxona narxi bor belgilangan. Ha, bu tomonlardan ko'rlar. Har qaysi Bu tarafda mana 3 metr, 3,5 metr, 4 metr, hatto 5 metrliklar ham bo'ladi. O'zini komplekti. Bu ham yangi kelib cheklar 5 Bu ham metr. yangi kelib, o'zimiz ham ko'rganmiz. Yo'llar ham nihoyatda chiroyli chiqqan. Agar Instagram sahifamizga obuna bo'lsalaring, shularni har doim kunda yangiliklar Bu qo'yib tarafda boramiz. Ziyoda to'q gilamlarimiz asosan. Qalin gilamlarimiz. Polipropilen deyiladi. Qalin bo'ladi, dag'al bo'ladi, lekin xizmati, foydalanish davomida haligi odamga yoqmaydigan narsa. Xojona, Xo'shtog'alar yoqgan gilamlar ekan. Ko'pchilik uyida bilsiz hali parket bor, taxta bor. Juda 80% aholida taxta. O'zim uyimda ham taxta bor. Shuni hisobiga shu narsani tavsiya beraman. Nimaga? Qalin, o'ta ham. Bo'rsini ko'ring-da. Ha, polni ustidan sug'orsa ham 1,5 santimetrga jichcha ekan. o'zi ham nihoyatda zo'r. Qalin bo'ladi. Endi xuddi shuni misol uchun mayin narsa kerak menga. Unaqa polim taxta, to'pli pol, issiq tepaga zo'r bersin deganlarga tornado kachistamiz mana. Mayin bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Mana bu unaqa qalin narsa bo'lmaydi. Shuni hisobiga. Endi bu tavsiyachidan, sotuvchi tavsiya qilish kerak shuni hisobiga. Uylarni o'lchab kelishdan boshlab farg'ona bo'yicha, uylarni o'lchaymiz, misol uchun 370, 3,5 bo'lsa tavsiya beramiz. Keyin ham misol uchun bu narsadan olsangiz sizga arzonroq tushar ekan. Daroshkadan olsangiz rasxod bo'lib qolyapti, tushuntirib beramiz. Nostandart bo'lsa ham uylar perkos bo'lsa ham joyida kesib, tikib to'g'rilab Lekin beriladi. klientga misol uchun qaysi holatda arzon tushadi, shuni 3 xil taklifda bera olamiz. Eng kami 2 xil, 3 xil. Faqat ish bitsin, qimmat bo'lib qolsin. Misol uchun menga mondan ber, uy mitqizib ber deydigan odamlar bor. Keyin eng qimmatdan kesib berib yubormaymiz. Laxta chiqarib tashlamaymiz. Laxta chiqarib tashlamaymiz. Klientga plyusda bo'lsin deb klientga tushuntirib beramiz. Roziligini olamiz, o'shandan keyin kesamiz. Boshqa filiallarimizda buni boshqa razmerlari ham bo'ladi, shunga moslab beriladi. O'zimiz ovora qilib boshqa do'kondan olib keltiramiz, kerak bo'lsa Quvasoydan olib keltiramiz. Rasxod yo'lchilari biz bo'yinda bo'ladi, lekin klientdan 100 so'm ortiqcha pul olmaymiz. Hozir kelib bemalol ishlansalaring bo'ladi. Ko'pchilik o'zi don qurayotgan akalarimiz uylari bo'lsa, kaltan tashlab ketdi, shu narsadan solib ber deyshadi. Biz solib tayyor qilib bergan holatimiz. Kecha kuni ham kech payt o'sha 9:30larda bordik. Kalit qo'yib bergan ekanlar. Ikkita xonalar, ikkita kvartira, bitta etajda. Kirib to'ldirib, anaqalarni solib, mebellarni ko'tarib solib berib, kalitini olib qaytib chiqdik. Bizga ishonganlarni. Xudo xolasa, bunaqa holat nihoyat kunda eng kamida bitta 2 marta bo'lib turadi. Sababi hali hamma bir-biridan eshitadi. Xudo xolasa unaqa aldov bo'lmaydi, ishlaymiz zo'r. Endi mana Ziyoda haligi 45 ming degan gilamim metrajnilar. Arzonchilar. Bularning ham har xil variantlari bor ekan. Ko'p bo'ladi, ko'p keladi, tez sotilib ketaveradi mana. Turbalarimiz ham bo'shab yotibdi, 10 ga keldi ukimiz. Xudo xolasa ilib tayyor qilib qo'yamiz. Ertaman ideal ekan. Bunga ham mana yoziladi, 45 ming kesin. Komplekt. Misol uchun sotuvchi buni aldab bermaydi. O'zini xodimi misol uchun sheriga keldimi, qarindoshi keldimi, begonadan haligi boshliq yo'qligida foyda qilib qolay degan holat bo'lmaydi. Hammaga bir xil adolatli narx. Klient o'zi ko'rib turib hisob kitobini chiqarib olaveradi bir xil. Gullar ham chiroyli gullar kelibdi, xudo xolasa. Bularni ham xudo xolasa 1 soat 2 soatda ochib ilamiz, unisini ham video qilib beramiz. Bo'ldi, mana bu tondaylardan ko'ringlar. Hozir endi podval qismi bilan birinchi qavatni ko'rsatdik, ikkinchi qavatda qanaqa ilonlar bor ekan? Premium kачество bor, Eron bor, import tovar asosan. Import tovarlar ham xudo xolasa, ular ham korxona narxida. Ularni ham belgilangan, ularda ham yozilib turadi narx-navosi. Gullar ham har xil setkalaridan bor. Undan tashqari uni to'g'ri taxtli paloslari ham har xil setkalari, mana desk ko'rinishdagilari ham bor. Shu desk ko'rinishdagilari Instagramda obzor qilganmiz. Hozir sotuv bo'yicha chempion bo'lyapti. 1 kvadrat metrini 50 ming so'mdan olishlar mumkin. Ya'ni eni 4 metrligini metri 200 ming so'mdan bo'ladi. Xudo xolasa gullar rasetkasi bo'yicha nihoyatda chiroyli chiqqan. Nima deysiz Gulga aka? Bog'chalarga xudo xolasa ko'p sotyapti shuni. Keyin mashinachalisi bor edi, istoriyaga ham qo'ygansini. Ko'p sotilyapti. Bog'chalarga bolajonlar sevib qolib yaxshi ko'ryapti. O'zimga qarashingiz ham o'z ko'rinayotgandir ekranda. Gullar ham nihoyat hozir gilamdan ham chiroyli chiqyapti, xudo xolasa. Bemalol kelsalang, bularni ham korxona narxida ishlaymiz. Bog'cha biznesi bilan shug'ullanadiganlar ko'p kelyapti. Shunaqa narsa qilib beryapmiz imkon qadar. Bolajonlarga yoqadigan narsa.
Xudo xohlasa pastda raqamlarni ham qoldirib qo'yamiz. To'liqroq ma'lumot olib, bemalol kelsalar bo'ladi. Mana yangiliklar qadar kunda kunora kelib turadi. Xudo xohlasa hamma yangiliklar sizlarga ilinib boramiz. Hammaga rahmat.